Abdulla Jo'ra, ne ishlatamiz bugun? Bir toza mahsulot tayyorlaymiz buni, nima deysan? Bitta вообще konkretniy ideya bor. Agar qilamiz desangiz. Nima ideya? Siz ko'ring, men вообще konkretniy bitta. Kelasa bir Meksikaga borib keldim men. Shu Meksikada Quesadillo degan bir ishi o'zlarimizni shomig'a o'xshagan bir mahsulot bor, shuni o'tamiz. Ketdikmi? Ketdik. Tamam. O'zlarimizni lavash ham bo'laveradi, to'g'rimi? Nima deding? Ha, o'zimiz lavashdan bitta lavash chiroyli qilib yoyib olamiz. Keyin bizlarga kerak bo'ladigan narsa kartoffel free. Ya'ni kartochka o'zimizda bor, ana shu kartoffel freedan вообще konkretniy qilib yasayman. Ko'rib tamiga bitta baho berasiz-da. Bo'ldi, gap yo'q. Mani ishim yeyish buni. Seni ishing zo'tish buni. Ha, bo'ldi. Endi buni ustiga ostri sosimizdan uncha ko'p bo'lib ketmagan holda, endi tabga qarab-da. Birisini ostriya at, bir tarafini chesnochnik atasanmi, inchga atasan. Chesnochni qilaymi yo sezar qilaymi? Sezar ataman. Sezarda mozzi bo'ladidan bu. Как bu вкусный bo'ladi-da, lavashda yeb chiqadi-da bu. Ha, zo'tavar ya. Oxirida ko'ramiz buni. Qani, atavar. Keyin non qo'yasan. Buning ustiga karam, ya'ni kapusta. Biz hozir tilimiz o'rganib qo'ygan kapusta. Salom. Chiroyli qilib kapustadan. Bir tarafini pommudan qo'ysana, pommudan. Ikkinchi tarafiga. Dumzo'r. Ham qo'shroq yo'sanadidan bu. Bu lavashingizdan yaxshi bo'lsa yaxshi, lekin yomon emas-da bu. Endi buni ustiga bitta sir qo'ysak nima deysiz? Dumsara. Sirimizdan, gavda sirimizdan bor. Mana shu gavda sirimizdan chiroyli qilib ikki tarafiga ham qo'yib olamiz. O'zi yetar. Buni o'zi yegan odam вообще qaytib lavash ham, pizza ham yeb o'tirmaydi. Yoki bir gamburgerlar, bu fast food boshqa mahsulotni yeb o'tirmaydi. Buni yedi o'zi bo'ldi. Bu yarim tayyor mahsulot bo'ldi. Buni endi ustini mana shunday yopamiz. Yo'q. Mana shunday chiroyli tarzda bu pechimizga qo'yib olamiz. 5 minutlar atrof qo'yib olsak, normal bo'ladi. Bu nima deydi? Yangi pasportchilarga vizitda bu bunday aytganda. Buni tezlashtirsang bo'lmaymi? 5 minutda qorin natib ketadi-ku bu. Yo'q, bu 5 minut bo'lsa 3 minut qo'yib olsak, tabga qarab-da. Tabga qarab va o'zimizni vkusimizga o'tiradigan bu, mazza qilib yeydigan bo'ladigan bitta hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Buni o'zi tayyor qolibdi-ku. O'zi uy sharoitida pichoq ham bo'laveradi. Buni bitta mazza qilib yeysiz. Bosib o'radigan joyi yo'q deydi. Bu qarsillama-ku bu, ha? Dumzo'r chiqibdi lekin. Siz buni bitta yeb ko'ring. Qaytib keyin u pizzalarga aylanib o'tirmaysiz-da.